Har bir millatning o'z tarixini yozgan, qalbiga yo'l topgan buyuk siymolari bo'ladi. O'zbek adabiyotida esa bunday nomlardan biri Abdulla Qodiriydir. 1894-yil 10-aprelda tavallud topgan bu buyuk adib o'zbek romanchiligining asoschisi sifatida tarixda muhrlandi. U nafaqat yozuvchi, balki millat dardini his qilgan fidoyi inson edi. Abdulla Qodiriy o'z asarlarida xalqning kechmishi, orzu-umidlari va dardini ifoda etdi. O'tgan kunlar o'zbek adabiyotining ilk romani sifatida tarixga kirdi. Mehrobdan chayon esa haqiqat va jasoratning yorqin namunasi bo'ldi. Uning har bir satrida vatan muhabbati, insoniylik va adolatga intilish mujassam. Qodiriy asarlari orqali millat o'zligini anglay boshladi. Afsuski, bu buyuk iste'dod egasi qatag'on qurboni bo'ldi. 1938-yilda uning hayoti fojiali yakun topdi. Ammo uning nomi va merosi abadiy yashab qoldi. Abdulla Qodiriy bu faqat tarix emas, bu millat xotirasi. Bu o'chmas meros. Uning asarlarini o'qing va tarixni his eting. Boshqalar tarafidan huquqing toptalmovi, chetlarga mahkum, mazlum bo'lmaslik, chet millatlarga o'z tovushingni eshittirib eshitmoqqa majbur etuvga shubha yo'q kim? Qo'lingdagi qurolingga, askariy kuchingga qarab bo'laver. Abdulla Qodiriy